bir tilaguvchi Nazr ibn Xoris yoki boshqa kofirlar tushadigan azobni tiladi. Kofirlarga atalgan azobniki uni qaytaruvchi kuch yo'qdir. Albatta u azob Merojlar egasi Allohdandir. Nazr ibn Xoris Badr jangida qatl etildi. Farishtalar va ruh Jabroil miqdori masofasi 50,000 yilga teng bo'lgan bir kunda, qiyomat kunida uning huzuriga qaytarilurlar. Bas ey Muhammad, kofirlarning aziyatlariga chiroyli sabr bilan sabr qiling, chunki ular u kunni uzoq deb bilurlar. Biz esa uni yaqin bilurmiz. U kunda osmon yog'ning quyqasidek bo'lib qolur. Tog'lar esa yung kabi to'zon bo'lib ketar. Do'st do'stidan hol ahvol so'ramas. Holbuki ular bir-birlariga ko'rsatilurlar. Jinoyatchi kofir u kunning azobidan qutulish uchun o'g'illarini, xotini va birodarini, uni o'z panohiga oladigan qarindoshini va yerdagi barcha kishilarni to'lov qilib berib, unga najot berishni istar. Yo'q, axir u shunday do'zaxdirki, terilarni sidirib oluvchidir. U haq yo'ldan yuz o'girib, ters qarab ketganni o'ziga chaqirur. Boylikni yig'ib saqlagan, yaxshi joylarga sarflamagan kimsalarni